Haligi bitta gap bor-ku, apandini gapi to'g'ri, bu dunyoda hamma o'g'ri deydi. O'g'ri deganda pul o'g'irlaganda eng katta o'g'ri vaqt o'g'risi bo'ladi. Odamni vaqtini o'g'irlab, davrinasini ko'tarib, o'ldirib yuboradi bir xil odam. Eshigindagi bir tortadiganlar bor. O bolalaringizni o'qitinglar. Bu naqa hadi o'g'lim qori o'g'lim mulla bo'lsin doğurmaylar. Uni o'rniga odam bo'lsin deylar. Odam. Tushundilaringmi? Odamni bilasizlar nimaligini? Musulmon bo'lishdan odam bo'lish qiyin. Avval odam bo'ladi, keyin musulmon bo'ladi. Mana shuni unutmanglar. Shuning uchun bolalarini so'raganda odam bo'lsin. Mana bitta qorilar, bitta xushovat qorilar yetadi, hurmat e'tibor yuradi. Hamma o'qituvchi birov kerak bo'lmaydi, ish olmaydi. Tushundilaringmi? Larimiz ham akademik, professor, fan kandidatlari bo'lsin bolalarimiz. Amin. Shu duolarim qabul bo'lsin. Hozir qorilarga navbat beramiz. Hazrat payg'ambarimizni ulug'lab, na'atlab, bunaqa gapni 20 soat gapirish mumkin. Lekin mana bu gaplar undan million marta afzaldir. Shuning uchun bu afzalini olamiz. Allohu akbar.